Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasini nimalar kutyapti? Do'stlar, keling, finalga boramiz, chempion bo'lamiz degan ertaklarni yig'ishtiramizda mundialdagi vaziyatimizga real baho beramiz. Ha, biz jahon chempionatidamiz. Ha, tarix yaratildi, lekin bizni AQShda hech kim qizil gilam tashlab kutib olmaydi. U yerda raqiblarni yutib yuboraman deb kutib turgan yirtqichlar bor. Shunday ekan, keling, terma jamoamizni jahon chempionatidagi vaziyatini 4 ta faktor orqali ko'rib chiqamiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu yog'iga kontentlarimiz asosan mundial haqida bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi faktor, biz yangi kelgan yo'lovchimiz. Futbolda status degan narsa bor. Portugaliya, Kolumbiya, hattoki Kongo ham bu turnirning havosini yutgan. Qayerda qanday o'ynashni, qaysi joyda qanday bosim o'tkazishni biladigan ayyorlar bular. Biznikilarcha maydonga tushganda raqibning nomidan emas, jahon chempionatining o'zidan hayajonlanishi mumkin. Ba'zida oddiy paslarda adashish, pasporti jahon darajasida bo'lgan hujumchilarning qarshisida xato qilishi mumkin. Bunga tayyor turishimiz kerak. Buni ko'rib televizorga qarab futbolchilarni so'kmang. Bu debyutantlik badali deyiladi. Yevropa futbolining giganti Portugaliya bilan o'yin. Bu biz uchun ham katta bayram va shu bilan birgalikda eng og'ir imtihon. Albatta, Portugaliyani yutamiz degan ishonchlar ham bor. Bu yaxshi, albatta ishonch kerak, lekin biroz real ko'z bilan qaraymiz. Ular futbolni kompyuterdagi ekspert darajasida o'ynaydi. Tarkibining har nuqtasida mundial meni sahnam bo'ladi deb kutib turgan yulduz bor. Biz bu o'yinda to'pni portugallarga berib, qarshi hujumlardan foydalanishimiz mumkin, lekin o'sha hujumgacha himoyani ham eplashimiz kerak. Yuqori fazasida Leao, Ronaldo, Felix, Fernandes, Bernardolar kabi futbolchilar bor. Jamoaga qarshi darvoza daxlsizligini saqlash juda murakkab. Shunday ekan, yirik hisobda yutqizmasdan mag'lub bo'lsak ham, jang qilib mag'lub bo'lsak, yutqizsak, menimcha yigitlarimizni hech kim malomat qilmaydi. Uchinchi faktor, Janubiy Amerika, Liverpool, Kolumbiya. Nega Liverpool? Chunki Kolumbiya terma jamoasini o'rganish chog'ida ularning Kloppning Liverpooldagi vajohatli pressingini ko'rdim. Bosim yuqori bo'ladi. Lotin Amerikasi futbol bu shunchaki texnika emas, balki qandaydir ko'cha jangiga ham o'xshaydi. Kolumbiyaliklar qattiq o'ynab provokatsiya qiladi, agressiya ko'rsatadi. Bizdan talab qilinadigan narsa esa Kolumbiyaning pressingiga tayyor turishimiz lozim. Bo'lib ham ularda o'sha Klopp falsafasida tarbiya olgan, bugungi kunda dahshatli sport formada bo'lib turgan Luis Diaz bor. Biroq bizda ham o'z so'zini aytishga tayyor yigitlar, jangda qilich yalang'ochilagan Ritser kabi mundialni kutmoqda. Shunday ekan, bu uchrashuvdan umidlar yetarlicha. 4-faktor Kongo. Bor yo'g'imizni tikadigan o'yin. Bizning finalimiz. Guruhdagi eng real va tishimizni uchishi mumkin bo'lgan raqib albatta Kongo terma jamoasi. Lekin Afrika terma jamoalarini mensimaslik eng katta fojia. Buni mendan yaxshi bilasiz. Bo'lib ham Kongo futbolchilari ko'pi Yevropaning top 5 chempionatlarida to'p suradi. Agar guruhda keyingi bosqichga chiqishni istasak, hech bo'lmaganda 3-o'rin bilan Kongoga qarshi o'yinda borimizni berishimiz shart. Qadrdonlar, biz ilk bor jahon chempionatiga ketyapmiz. Jamoamizdan birdaniga chorak final yoki yarim finalni kutish bu mantiqsizlik. Yigitlarimiz har bir o'yinda mag'lub bo'lishi ham mumkin, lekin biz futbolchilarimizdan g'alabani emas, balki maydonda jonini berishini, formalari yirtilguncha kurashishini talab qilishimiz, kutishimiz kerak. Hozir tanqid qiladigan emas, yiqilganda ham ortida tog'dek turadigan payt. Ular Pele Braziliyani futbol orqali geografiya siyosiy xaritasiga kiritgani kabi, o'zbekistonlik futbolchilarimiz albatta O'zbekiston degan mamlakatni dunyoga tanitadi.